Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu gapni men ko'p ham gapiravermayman. Bu videoni ko'rib ishoninglar, afsuslanmaysizlar. Agarda bu uyni olsanglar ham 100% afsuslanmaysizlar. Nima uchun? Bu uyimizda yaqinda remontdan chiqqan, sotish uchun remont qilinmagan uy egalari o'zlari uchun remont qilganlar. 2 xonali kvartiramizni kvadrati 56 kvadrat. Bir boshdan obzor qilaman. Uy o'zi tayyor patlovchi bo'lgan, lekin tayyor remontini buzib, qaytadan do'y posli qilib remont qilishgan. Bir boshdan obzor qilib chiqaman do'stlar. Kiruvirish eshigimizni mana shu mebellarni zo'ridan qilishgan, ishoninglar. Kesinglar, o'zinglar ham guvoh bo'lasizlar, qimmatidan qilishgan. Uyimizda deyarli barcha narsa qoladi. Hozirdan videoga like bosib, metroni atrofidan 2 xonali tayyor remont kvartira izlab yurgan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yamiz. Tepada e'tibor bersanglar, konditsioneri kattasidan qo'yib qo'yishgan. Mana shu konditsioner mana shu 3 ta xonani isitadi, sovutadi. Juda ham yaxshi o'ylangan. Xo'p, bir boshdan obzor. Bu tarafimiz hojatxonamiz. Mana shuni ham almashtirishgan, mana shuni ham almashtirishgan. Yaxshisidan qo'yilgan. Do'stlar, yaxshi oynadan olib kelishgan o'zlari uchun. Mana bungacha ham e'tibor berishgan. Simistitellargacha ham qorasidan, cho'tkisidan qo'yishgan. Aboylarni zo'ridan qo'yishgan. Bu taraf uyimizning yuvinish xonasi. Do'stlar, mana shu nima ham yaxshisidan qo'yishgan. Xo'p, mana bu ham zo'ridan qo'yishgan. Hamma narsa cho'tki do'stlar. Juda ham arzon berib olyapti, esiz. Endi ba'zi payti mayli klientga bo'lsin, uyda egalari srochniy sotganliklari uchun arzon sotishga majbur bo'lyapti bu uyni. Endi biz sotib beramiz, nima ham deymiz. Bu xonaga kiramiz, ba'zi narsalar ketadi deganim. Mana shu xonadan, общий umumiy mana shu xonadan bitta mana shu televizor ketadi do'stlar. Mana bu ham, mana bu ham, mana bu shkoplar ham, hamma narsa qoladi. Bu xonamizning o'zini balkoni mavjud. Lokatsiyamiz Sergeli Xonobod mahallasi, Xonobod rezidens domlari. Rishotkalar qilishgan. 400 metr radiusda Sergeli Xonobod metrosi, pastda magazin mavjud. Xo'p, endi keyingi xonalarni ko'zdan kechiramiz do'stlar. Mana bu tarafdagi ham e'tibor beringlar. Aboylarni zo'ridan qilishgan. Narxiga 2 marta stoydi do'stlar. Xo'p, bu xonamizda bittagina mana shu devorga uy egalari o'g'illari uchun stroyni shkop qilib beraman degandilar. O'zlari qilmabdilar. Endi yangi kelgan egasi qo'radi, uni ham podrobniy tushuntirib yuborishadi. Bu o'zi asli oshxona bo'lgan, oshxonani narigi xonaga ko'chirishgan. Bu yerda mana shu do'q kontrning katyol turadi. Endi shkop ichida berkitaboraman degan. Bu yerdan mana shu kir mashina chiqib ketadi. Qolgan narsalar qoladi. Xo'p, mana bu kartinkalarni ham o'zlari uchun olib kelishgan, bular ham qolyapti do'stlar. Endi eng zo'r joyimiz do'stlar, mana shu kuxonniy mebel kamida 1,5 ming dollarga tika bo'ladi. Nima uchun? Bunaqa deyman, yaxshi anaqa material, gaz plita zo'ridan qo'yishgan. Xolodilnik, stroyniy xolodilnik do'stlar. Bu xonamizdan mana shu ugolok bilan mana shu televizor chiqib ketadi. Qolgan narsalar qoladi. Endi o'yinchoqlar chiqib ketadi, uy egalari kiyimlarini, idishtoqlarni olib chiqib ketadi. Qolgan narsalar qoladi do'stlar. Mana shu ko'rib turgan tayyor remontli uyimizni 16 qavatli domni 5-qavatida joylashgan, 56 kvadrat. Narxi faqat naqdga sotiladi do'stlar. 59.500 dollar, 5-etaj, Sergeli Xonobod metrosiga 400 metr radiusda joylashgan. Yaqinlarga tarqatib qo'yamiz. Kommentda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Pastda nomerlar bor, srochniy aloqaga chiqinglar. Rahmat hammaga.